Farzand ko'rishni rejalashtirayotgan oilalarda birinchi qilinishi kerak bo'lgan ishlardan bittasi bu spermogramma tahlili hisoblanadi. Spermogramma tahlilini topshirishda erkaklarda asosan ikkita holat kuzatiladi. Birinchisi bu analizni topshirishda uyalish, tortinish. Ikkinchi holat esa bu analiz xulosalarini olganda vahimaga tushish. Qanaqadir qo'rqinchli terminlarni, astenozosperma, teratozospermalarni ko'rganda menda endi bola bo'lmaydi degan xayollarning va vahimaning yuzaga kelishi. Bugungi videomizni oxirigacha ko'ring. Bu videoda terminlarning oddiy xalqona ta'rifi haqida, qachon norma, qachon kasallik holati va bu spermogrammani qaysi holatlarda to'g'ri topshirish kerakligi haqida gaplashamiz. Spermogramma topshirish uchun qanaqangi qoidalarga amal qilish kerak? Birinchisi bu jinsiy aloqadan tiyilish. Spermogramma tahlilini topshirish uchun 2 kundan 7 kungacha bo'lgan oraliq masofada jinsiy aloqa qilmaslik kerak. Optimal muddat bu 3-4 kun hisoblanadi. Bundan tashqari har xil dori preparatlarni, masalan antibiotiklarni qabul qilmaslik kerak. Saunalardan, shu cho'g' sohasini isitishdan saqlanishimiz kerak bo'ladi. Agar kishi isitmalagan bo'lsa, spermogramma tahlilini topshirish uchun kamida 2 hafta kutish kerak bo'ladi. Va spirt ichimliklar, har xil dorilarni ichishdan kamida 5 kun tiyilish kerak bo'ladi. Spermogrammada norma haqida gaplashamiz. Spermogramma tahlili qachon norma? Biz qaysi holatlarni ko'rganimizda bunday spermogrammani norma deb ataymiz. Spermogrammada bu birinchi holat, bu miqdor. Spermogrammada agar spermaning miqdori 1,5 ml dan kam bo'ladigan bo'lsa, demak bu kam. 1,5 ml degani tasavvur qilishingiz uchun aytaman, bir choy qoshiqning 3/1 qismi. Ikkinchisi bu spermatozoidlarning konsentratsiyasi. 1 ml sperma tarkibida kamida 15-16 millionta spermatozoid bo'lishi kerak. Va umumiy sperma tarkibida kamida 39 millionta spermatozoidlar bo'lsa, bu normal hisoblanadi. Keyingi bu ko'rsatkichimiz bu harakatchanlik. Spermatozoidlarning faol harakatlanayotgan turlari kelajakda urug'lantiradi. Harakatlanmaydigan turlari bu demak tuxum hujayragacha suzib bormaydi. Shuning uchun ham faol harakatlanayotgan spermatozoidlar umumiy spermatozoidlarning 32% ni tashkil qilishi kerak. Ya'ni 100 ta spermatozoid ko'radigan bo'lsak, kamida 32 tasi faol harakatlanishi kerak. Keyingi ko'rsatkichimiz bu Krüger bo'yicha morfologiya. Bu o'ta muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Sababiki spermogrammada o'sha bitta spermatozoidning tashqi ko'rinishi uning sog'lomligini ko'rsatadi. Biz tashqi ko'rinishiga qarab spermatozoidlarning sog'lomligini aytamiz. Unda akrosomasi, boshchasi, bo'yinchasi, dumchasi bo'lishi kerak. Agar o'sha spermogrammada bizning spermatozoidlarimizda ikkita dumchali yoki sharsimon yoki dumsiz spermatozoidlar bo'ladigan bo'lsa, bunday spermatozoidlar urug'lanishda ishtirok etmaydi. Umuman normada hamma spermatozoidlarning kamida har 100 tasidan 4 tasi sog'lom, tashqi ko'rinishdan sog'lom spermatozoidlar bo'lishi kerak. Keyingisi bu azospermiya. Azospermiya degan A degan bu yo'q, inkor etish ma'nosini bildiradi. Zo tirik, ya'ni tirik spermatozoidlarning sperma tarkibida yo'qligi. Ko'pincha bu boshqa terminlarga nisbatan xavfliroq ko'rinishi mumkin, lekin zamonaviy tibbiyotda azospermiyalar ko'pincha muvaffaqiyatli davolanadi. Bundan tashqari martest va leykospermiya degan o'sha terminlar bor va bu ham muhim hisoblanadi. Agar sperma tarkibida leykositlar soni 1 milliondan yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak bu leykospermiya. Bu o'sha jinsiy yo'llarda yallig'lanish borligini ko'rsatadi. Yallig'lanish urug' suyuqligini tarkibini u yoki bu tarafga o'zgartirishi mumkin va urug'lanish sodir bo'lishiga xalaqit berishi mumkin. Martest bu shunaqa ko'rsatkichki, inson organizmida uning immun tizimi spermatozoidlarga qarshi ishlay boshlaydi va antispermal antisellalar ishlab chiqaradi va spermatozoidlar
bilan bu antitelalar to'qnash kelganda spermatozoidlar erkak organizmdan chiqqandan keyin ma'lum vaqtlardan keyin suzmay qoladi. Bu agar spermogrammangiz normal bo'lsa-da uzoq vaqt homiladorlik yuzaga kelmasa, tekshirish shart bo'lgan standart tekshirish usullaridan biri hisoblanadi. Xo'sh, qanday davolash mumkin bunaqa holatlarda? Spermatozoidlar hosil bo'lishi uchun 72-75 kun vaqt kerak bo'ladi. Agar spermogrammada bugun sizda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bu hukm emas. Spermogramma agar bir necha marta topshiriladigan bo'lsa, har doim bir xil ko'rsatkich bo'lmaydi. Tez-tez o'zgarib turishi mumkin. Agar bugun yomon chiqadigan bo'lsa, sizda 2 haftadan keyin boshqa laboratoriyada yuqoridagi aytilgan qoidalarga bo'ysungan holatda amal qilib qayta topshirib ko'ring. Agar o'shanda ham sizda spermogrammada demak yomon ko'rsatkichlar bo'ladigan bo'lsa, albatta androlog ko'rigiga murojaat qiling. Spermogrammani yaxshilash uchun tor ichki kiyimlar kiyishdan, saunalardan saqlanish kerak. Tamaki chekishdan, spirtli ichimliklar ichishdan saqlanish kerak. L-karnitin, selen, rux kabi demak elementlarni, mikroelementlarni, moddalarni, biologik faol moddalarni iste'mol qilib yurishingizni tavsiya etib qolamiz. Bu videoni farzand ko'rish xohlaydigan do'stlaringizga yuborib qo'yishingiz mumkin. Zeroki balkim ularga bu video manfaatli bo'lar. O'zingizni asrang. Bizni kanalimizdan uzoqlashmang.